Bugungi kunda mamlakatning tashqi savdosi xorijiy bozorlardan daromad olishning eng asosiy iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun har bir mamlakat eksportga yo'naltirilgan siyosat orqali tashqi bozorlardan foyda olishga harakat qiladi. O'zbekiston Respublikasining qariyb 50 milliard dollarlik tashqi savdo balansidagi o'rtacha 20 milliard dollarlik eksport 10 milliard dollarlik disbalanslarni keltirib chiqaradi. Bunga asosiy sabablar nimalardan iborat edi? Birinchi sabab sifatida eksportdagi xom ashyo nuqtai nazarini qamrab olish mumkin. 92-yilda eksport siyosatiga qaraydigan bo'lsak, asosiy 90% ga yaqini xom ashyo edi va paxta tolasi ulushini tashkil qilardi. Yillar mobaynida bu xom ashyoning ulushi pasaytirib kelindi va 2017-yilgacha bu plyus saldo bilan o'tib borganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, 2017-yilgi ochiqlik siyosatidan keyin tashqi savdomizning ko'rinishi yana ham aniqlashishni boshladi va import aslida ko'pligi, eksport kamligi bilinib qoldi. Va eksportda, xalqaro amaliyotda bilardikki, xom ashyoni sotadigan bo'lsak 1 dollar bo'lsa, qayta ishlash mahsulotini, jahon tayyor mahsulotini chiqarganimizda 10 dollargacha foyda olish nuqtai nazari xalqaro tajribada aniq hisoblanadi. Shuning uchun ham eksportni xom ashyodan chiqarish masalasi eng asosiy sabablarning uyg'unligini keltirib chiqaradi. Ya'ni O'zbekiston eksportida energetika, oltin, kimyo sanoati, qora va nagniy metallurgiya mahsulotlarining ustunlikka ega bo'lishi bu sohaning xom ashyo bilan bog'langanligini keltirib chiqaradi. Ikkinchi sabab importning qayta ishlash sanoatiga bog'liqligi hisoblanadi. Ya'ni aslida mamlakat dastlab import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarishga harakat qiladi va keyin eksportga yo'naltirilgan siyosatni amalga oshiradi. Mamlakatimiz eksportga yo'naltirilgan siyosatni amalga oshirishda o'sha qayta ishlash tovarlari uchun investitsiya kiritadi va tayyor mahsulot ko'pincha eksport uchun emas, balki ba'zi bir import tovarlarini o'rnini bosish uchun xizmat qilish holatlarini ham kuzatishimiz mumkin. Ya'ni negizida eksportni rivojlantirish uchun investitsiya kiritilgan bo'ladi, lekin favqulodda bizdagi mahsulot import uchun, import o'rnini bosuvchi mahsulot sifatida milliy bozorlarda qolib ketishini kuzatishimiz mumkin. Va keyingi sabab bu tarif va notarif to'siqlar hisoblanadi. Tarif deganda dunyo bozorlariga, mamlakatlariga kirib borish uchun har qanday boj to'lanadigan uslublarni tarif deymiz. Buni xalqaro kelishuvlar, xususan Jahon savdo tashkilotini normativ hujjatlari orqali tartibga solinadi. Lekin notarif kelishuvlar mavjudki, bu notarif kelishuvlar bojdan tashqari barcha kelishuvlarni notarif kelishuvlarga kiritishimiz mumkin. Sam ekspeditsiya, markirovka, qadoqlash, litsenziya barcha masalalar. Mana shu dunyo savdo urushida notarif kelishuvlarni bartaraf etish eng qiyin masalalarni keltirib chiqaradi. Ushbu sabablar qanday oqibatlarni keltirib chiqardi? Birinchi oqibat bu manfiy saldo hisoblanadi. Demak, biz bir necha yillardan beri manfiy saldoni ko'rib kelyapmiz. Ya'ni qariyb 10 plus minus bilan 10 milliard dollarlik manfiy saldo rivojlanib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizni importimiz eksportimizdan qariyb 10 milliard dollarga ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Bu manfiy saldolar yillar davomida bartaraf etilmasa, valyuta kursiga, valyuta zaxiralariga, kapital oqimiga va mamlakatni jahon bozori integratsiyasiga kamroq kirishi uchun sabablarni keltirib chiqaradi va mamlakat ichidagi valyuta rejimidan tortib tashqi savdo rejimigacha bo'lgan munosabatlarni tartibga solishda qiyinchiliklarni keltirib chiqarishini ko'rishimiz mumkin. Va ikkinchisi diversifikatsiya muammosi hisoblanadi. Ya'ni jahon bozorida har yili tovarlar va narxlar o'zgaradi. Ayniqsa 21-asr shuni ko'rsatdiki, mahsulot chiqishidan keyin jahon bozoriga chiqqanda u eskirgan hisoblanadi. Ya'ni yangilanib boraveradi. Bizda eksport tizimida asosan tayyor mahsulotlarning ham o'zgarib borishi, ya'ni bir yil bir mahsulot, keyingi yili ikkinchi mahsulot yoki 3 yilda mahsulotlarning turlarini o'zgarib borishi unga bo'lgan narxlarni o'zgarishiga sabab bo'ladi va kuchli diversifikatsiyalanmagan eksport uzoq muddatli strategiyalarni amalga oshirishga xalaqit berishi ko'zda tutiladi va uchinchi asosiy sababga olib keladi, ya'ni jahon bozoriga kam integratsiyalashuvga olib keladi. Bilamizki, inqirozlar ham, hatto mamlakatning g'alabalari ham jahon bozoriga qanchalik ko'p integratsiya bo'lganligiga qarab xarakterlanadi. Ya'ni biz raqamli platformalarda, tashqi savdoda ba'zi bir rivojlangan mamlakatlar 10 yillik hamkorlar bilan yirik strategik
shartnomalarini tuzishga harakat qiladi, futureslarni tuzishga harakat qiladi. Shuning uchun ham jahon bozoriga integratsiya muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu masalada yechimlar sifatida nimani taklif qilish mumkin? Birinchisi, institutsional va ilmiy markazlarni eksportga yo'naltirish, ya'ni eksportga yo'naltirilgan ilmiy markazlar institutsional tizimni shakllanishi. Prezident selektorda bir narsani alohida aytib o'tdiki, dunyoda asosan o'sha notarif to'siqlar orqali qiyinchilikka duch keladi eksport va o'sha san epidemik stansiya, markirovka masalalarida va prezident aytdiki, o'sha 58 ta Yaponiya bilan bu notarif to'sig'ida o'sha sanitariya bo'yicha 58 ta kelishuv imzolanganligi va 52 tasi pozitsiyada eksport qilinmaganligi yoki AQSh bilan 15 ta imzolanib 11 tasida eksport qilinmaganligi yoki Hindiston bilan 38 ta demak shartnoma imzolanib 32 ta pozitsiyada eksport qilmaganligi alohida ta'kidlab o'tilyapti. Ya'ni hukumat prezident boshchiligida notarif to'siqlarni har shartnomalarda yechib kelishga harakat qilyapti. Faqatgina bu jarayonga aniq emitentlarni va o'yinchilarni ko'paytirish, ya'ni institutsional tizimni shakllantirish. Bu yerda eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va institutsionallik kasb etish masalasi ko'rilayotganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchisi bu eksportyor korxonalarning beqarorligi hisoblanadi. Bilamizki, bizda umumiy eksport korxonalarini oladigan bo'lsak, deyarli 80% beqaror hisoblanadi va 20% 10 yillik, 15 yillik eksportyor kompaniyalar hisoblanadi. Qanchalik eksport korxonalarining eksport qilish muddati uzayib borsa, ular notarif to'siqlarni yengib o'tish, o'sha Amerika taklif qilayotgan GCP+ yoki Yevropa ittifoqi taklif qilayotgan GCP+ to'siqlarini ga kirish va ularni yengib o'tish g'oyalari ko'payib boraveradi. Lekin bizda asosiy o'zgarishlar o'sha 1 yil, 2 yil eksport bilan shug'ullangan kompaniyani 3-yil bozorda ko'rmasligimiz mumkin. Ko'proq beqarorlikni bartaraf etish, ya'ni barqaror eksportyor korxonalarni rivojlantirishga harakat qilish asosiy voqealar rivojini keltirib chiqaradi. Va 3-yechim o'sha raqamlashtirish va biznesga motivatsiya hisoblanadi. Albatta, jahon bozori o'zbek segmentidan xabardor bo'lishi uchun bevosita raqamlashtirish tizimi juda kuchli bo'lishi kerak. Biz bilamiz, o'sha eksport bo'yicha yoki mamlakatdagi narxlar bo'yicha statistika qo'mitamiz ma'lumot beradi. Undan tashqari Jahon savdo tashkilotini, Jahon bankini, Xalqaro valyuta fondini o'zini hisob-kitoblari mavjud va bular bevosita farqlari bilan raqamli integratsiya bo'lishi va jahon bozoriga O'zbekiston oynadek ko'rinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shunda prezident bekorga transport masalalarini ta'kidlab o'tgani yo'q. Masalan, eksportni yetkazib berish bo'yicha Incoterms standartlari mavjud. Masalan, Incoterms standartlarini qaysi pozitsiyalardan foydalanish, qaysi biri qulayroq, O'zbekiston transport tizimiga qaysi biri ko'proq moslasha oladi. Mana shu bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirish va umumiy ssenariyni raqamlashtirish orqali ko'rish maqsadga muvofiq jarayon hisoblanadi va eksportga motivatsiya. Albatta, eksportda nolli boj stavkasi doim o'ynaydi va boshqa institutsional richaglarni ham eksportga aylantirish va buni ilmiy tadqiqot markazlari orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, prezidentning ham asosiy kuzatishlari mana shuni tashkil qiladi. Ya'ni hukumat notarif to'siqlarni, umumiy pozitsiyalarni yechib beradi, infratuzilma, ilmiy markazlar va institutsional tizim orqali shunga qarab harakat qilinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.